40 Qudsiy hadis. Imom G'azzoliy. Hayrat. Hadisi qudsiy orqali Alloh taolo aytadi: Ey odam farzandi, kishi o'limiga iymon keltirib, yana qanday xursand bo'layotganidan ajablandim. Hisob kitob bo'lishiga iymon keltirib, mol dunyo to'playotganiga ajablandim. Oxiratga iymon keltirib, nechuk rohatlanayotganiga ajablandim. Dunyo va uning zavoliga ishonib, nechuk unga xotirjam bo'layotganiga ajablandim. Tilida olim, qalbida johil kishidan ajablandim. Suv bilan o'zini poklasa ham, qalbi poklanmagan kishidan ajablandim. Odamlarning ayblari bilan mashg'ul bo'lib, o'zining ayblaridan g'ofil qolgan kishidan ajablandim. Alloh taolo kuzatib turganini bilgan holda yana qanday unga osiylik qilayotgan kishidan ajablandim. O'zining yakka holda o'lishini, yakka holda qabrga kirishini, yakka holda hisob-kitob qilinishini bila turib, nechuk Parvardigoridan o'zgani do'st tutgan kishidan ajablandim. Haqiqatdan mendan o'zga iloh yo'q, albatta Muhammad mening bandam va rasulimdir.